Yaxshi. Assalomu alaykum hammaga. Hozir hamma qo'shilib olsin, darsimizni boshlaymiz. Matiz qo'shilsin. Yaxshi. Manimcha hamma qo'shilib oldi. Qolganlar dars davomida qo'shilib olaverishadi. Bitta ovoz ekranni tekshirib olaylik. Ovoz ekran yaxshimi? Muammolar yo'qmi? Ovoz ekranda. Zoom'da, Telegramda, Zoom'da ham, Telegramda ham ko'rsatayotganlar bor. Yaxshi. Zo'r. Juda yaxshi. Yaxshi. Muammolar yo'q bo'lsa yaxshi. Unda sekin darsimizni boshlayversak bo'ladi. Yana bir assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yana bir darsimizni o'tamiz. Uzr bugun ozroq kechikib qoldi har doimgi vaqtda. Shu berilgan vaqtga ishlarim chiqib qolib ulgurolmay qoldim. Shunga aytilgan vaqtdan ozroq kechikib qoldi. Nima shunga qaramasdan darsimiz davom etaveradi. Bu dars davomiyligi va sifatiga ta'sir qilmaydi. Bu narsa bugungi darsimizni tahlil qilamiz. Xo'sh, desimiz question is 5.0, ya'ni 5-chi test tahlil qilamiz. O'sha kelingan berilgan tartib bo'yicha davom etib ketaveramiz. 6-chi test ertangi darsda tahlil qilinadi. Erta dars yo'q aytgancha. Kecha qolib ketgan bitta darsda sizlarning vaqtlaringizga qarab kelishib, shanba yoki yakshanba kuni o'tib beramiz. Hammani vaqtiga qarab kelishilib eng ma'qul vaqtda o'tiladi. Yaxshi. Unda 5-chi test faylini bitta reply qilib qo'yaman, test fayli. Yechib ko'rganlar bo'ldimi testni? Qanaqa ekan? Dars faylini. Testni ishlab ko'rdinglaringizmi? Testni ishlab ko'rdilaringizmi? O'rtacha. Oson, qiyin, ha, oson. Yes, o'rtacha, of course. Yaxshi. O'rtacha. Darsiga tushunmadim, lekin bugungi darsda ko'rib o'rganaveramiz. Juda yaxshi. Unda sekin ko'p vaqt o'tkazmasdan darsimizni boshlayversak bo'ladi. Zoom'dagilar mikrofon kameralarini o'chirib, ekranga teginmasdan, bir-birimizga vaqt bermasdan o'tiraylik. O'chirib qo'yaylik. The function h is defined by hx function. Hx funksiya orqali funksiya ifodalanar ekan. Birinchi misolda aytyapti, hx funksiya berilgan. What is the value of h minus 3? H minus 3 ning qiymatini toping deyapti. Shunchaki x o'rniga minus 3 qo'yib hisoblab qo'ysangiz yetarli edi. Xohlasangiz bunga desmiz ishlating, xohlasangiz o'zingiz yechib olsangiz ham algebra usulida ham qiyin emas, chunki bu easy leveldagi oson misol hisoblanadi. Xo'sh, funksiyani yozamiz. Hx teng 4x minus 9 teng pastdan yozamiz. Bizga h minus 3 ning qiymatini hisoblab ber. Minus 21 chiqar ekan. Uni desmiz bizga topib berdi. Shunaqa qilib topib qo'ydik. Desmiz topilishini menimcha hamma qila olgan. Hamma yecha olgan bu misolni. Hamma yecha olgani? Ha. Chunki oson.
leveldagi misol hamma oladi. Keyingi sonda ikkinchi misol davom etamiz. The shaded region. Shaded region nima degani edi? Sizlarga avval o'rgatib ketgandim, adashmasam. Bitta yozib olaylikchi. Keyboardda eslay olasizlarmi? Shaded region nima degani? Shaded region show represent solutions to which inequality. O'sha shaded region qaysi berilgan tengsizlikka yechimlarni ko'rsatadi, deyapti. Yechimlar. Shaded regionimiz nima edi? Yechimlarni ko'rsatadi. Ishlatamiz yechimlar. Shaded region. Bo'yalgan hudud, bo'yalgan qismi, bo'yalgan soha, to'g'ri, shunday bo'yalgan soha. Ya'ni mamnun qismda o'tkazay, mana shu bo'yalgan soha mana shu o'shalarga kiradi. Xo'sh, biz bunday tenglamalarda asosan nimadan foydalanamiz? Backsolving, ya'ni javob variantlarini tekshirib ko'rish. Backsolvingdan foydalanamiz. Qaysiki mana shu bilan bir xil chiqsa, ya'ni 100% bir xil chiqsa, mana bu yerda 6 va 8 oralig'ida y o'qini kesgan ekan, demak 7 nuqtada kesgan. Mana bu yerda -2 dan kattaroq sonda. Lekin -3 ga emas, -3 ga yetmas degan joyda x o'qini kesgan ekan. Sizlarga nuqtalar bilan tekshirish holati kelganda ko'proq mana shu x, y interceptga qarab olsalaringiz ancha aniqroq chiqadi. Qaraymiz. Birma-bir javob variantlarini dastmasda chizdirib ko'raveramiz. Javob chizdiraman. Y katta 3x + 7 dan. Ko'rib turganimizdek, bu 7 degan nuqtada kesyapti. Pastda ham -2 dan kattaroq sonda kesib o'tyapti. Juda yaxshi, birga bir to'g'ri kelar ekan. Javob to'g'ri variant. Javob to'g'ri variant bo'ldi. Yaxshi. Unda keyingisi. Uchinchi masala. Xo'sh, matnli masala kelyapti. The bone mineral density of a certain person's rock spine. Hozirroq akademik so'zlardan foydalanib ketibdi, lekin muhim emas. Bizga kerak mineral density degan narsa bor. Density zichlik, nimadirning zichligi haqida gap ketyapti. Nimadirning zichligi, mineral density. O'sha nimadirning zichligi va estimated degani taxminan olindi, taqriban ko'rildi degan, taxminan, estimated degan taxminan. Boya approximately degan so'zni ko'rdik, approximately deb yozilgan. O'shani sinonimi bu. To be 0.812 grams per square centimeter. O'sha 0.812 gram square centimeter degan kvadrat santimetrga, santimetr kvadratga to'g'ri kelgan ekan. Zichlik shunaqa ravishda yozilgan, ya'ni hajm, og'irlik taqsim 100 ga. Keyin o'sha savol beradi, what is the estimated bone mineral density in grams per square millimeter? In gramlarda foydalaning, per square millimeter. Kvadrat millimetrga o'tkazing deyapti. Ya'ni gram taqsim kvadrat millimetrda bo'lsin deyapti. Millimetr deylik, u metr kvadratga o'xshab qoldi. Millimetrda o'tkazing deyapti. Ko'ryapsizlarmi? O'z bu yerda mana bu matnli masalalarni to'g'ri tarjima qilish shart emas. Shunchaki keywordlar orqali tushunib olsak bo'ldi. Bu unit conversion, ya'ni bir unitdan boshqasiga o'tish. Demak, 0.812 gram santimetr kvadratga bo'lishgan. O'shani 0.812 gramni millimetr kvadratga qanchadan to'g'ri kelishini topib ber deyapti. Buni uchun juda oddiy ish qilamiz. 0.812 gram taqsim santimetr kvadrat deydi. 1 millimetr, 1 santimetrimiz 10 millimetr-ku. 1 santimetrimiz 10 millimetr. 10 deb yozamiz, faqat kvadratini olamiz keyin. Kvadratini olamiz. Nimaga? Chunki bu millimetr kvadratda, santimetr ham kvadratda. Yuzalar haqida gap ketyapti. Demak, 0.812 ni 1 millimetrga qancha to'g'ri kelishini topishimiz kerak. Managa 10 ni kvadratiga bo'lamiz. 0.812 ni 10 ni kvadrati 100 ga bo'ladigan bo'lsak, 0.00812 chiqar ekan. 0.00812 gram chiqar ekan. Bu javob bizda D javobda berilgan. Shunday qilib aniqlab qo'ydik. Unit conversion degan mavzu o'tildimi yo'qmi sizlarga? Ya'ni bir unitdan boshqasiga o'tish. Unit conversion degan mavzu. Unit conversion. Yo'q. Endi o'tsak, bo'lmasa endi o'tishadi. O'sha planda bor, SATMazda o'rgatiladi bu mavzu. Bu shunchaki nima desam bo'ladi? Algebrada bilasizlar-ku, bir o'lchov birligidan boshqa o'lchov birligiga o'tish. O'sha narsani sizlarga o'rgatishmoqchi bo'lyapman. Faqat SATda ozroq har xil o'lchov birliklaridan foydalanib ketishadi. Mana bunaqa gallon, unsiya, kecha safar ko'rdik, metr kvadrat, santimetr kvadrat, yard, milya, funt, fit. Shular to'g'ri tushunib foydalansak bo'ldi. Agar sizga aynan birligini yodlashingiz ham shart emas, har doim mana buni havas ichida berib ketadi birligi qancha tengligini. Kvadratga o'tkazish kerak emasmi? Santimetr
dan millimetr kvadratga o'tkazish kerak emasmidi? Santimetr kvadratdan per square santimetr degan santimetr kvadratdan millimetr kvadratga o'tkazyapmiz. Shunday qilinamiz, bu to'g'ri ish. Qarang, bunda sal taqriban o'ylab ko'rsangiz ham bu zichlik haqida gap ketyapti-da. 1 santimetr kvadratga joyiga 0,812 gramm yuk to'g'ri keladi. 0,812 grammli narsa tashlasak bo'ladi. Endi 1 millimetr kvadratiga qancha narsa tashlasak bo'ladi? Shundan 100 barobar kichkina narsa tashlaymiz-ku. O'sha narsa uchun D javob to'g'ri bo'ladi. Xo'sh, yaxshi, 4-masala. Tenglik berilgan. N 34 p lar berilgan. Xo'sh, bu yerda variables deyapti bularda. O'zgaruvchilar degani variables. P va n va s berilgan. Which expression represents the value of s? Berilgan expressionlar qaysi biri s? Ifodalay for distinct positive values. Aniq musbat qiymatlar p va n uchun. P va n uchun musbat qiymatlarni ifodalaydi deyapti. S'ni topishimiz kerak ekan. Juda oson. Topsak bo'ladi. Birinchi o'rinda n ni umumiy qavscha ko'paytiramiz. 34 n minus 34 c. C'ni topadigan bo'lsak, bu tarafga o'tadi. 34 c barobar 34 n minus p bo'ladi. C'ni topadigan bo'lsak, 34 n minus p taqsim 34 bo'ladi. Xo'sh, bo'laveramiz. 34 endi 34 ga bo'ladigan bo'lsak, 34 lar qisqarib ketib, n minus p taqsim 34 qoladi. Bu javob qaysida berilgan ekan? N minus p taqsim 34. C ni p va n orqali ifodalash kerak. 34 minus p taqsim n mi? Endi bilamiz 34 n minus p to'g'ri. D javobga to'g'ri kelar ekan. Soddalashtirib yozib qo'yibdi, ya'ni ko'rinishini o'zgartirib D javobga to'g'ri keladi. Yaxshi, 5-savolimda. In the XY plane, the grafikda degan line S parallel to line T. Line S line T ga parallel deyapti. Line S defined by y plus 16 barobar 7x funksiya orqali ifodalar ekan. What is the slope of line T? Line T ni slopini aniqlang deyapti. Xo'sh. Birinchi o'rinda line S sizga funksiyasini standart ko'rinishga keltirib olaylik. Y barobar 16 y plus 16 barobar 7x berilgan. Standart ko'rinish keltirish degan nima qilinadi? Y topib qo'yiladi. Funksiya y barobar deb boshlanishi kerak. 7x minus 16 bo'ladi. Endi sizlarga qonun funksiyalar har doim parallel bo'lishi uchun ularning sloplari, ya'ni slop bilamiz, bu x altda koeffitsient, sloplari ko'paytmasi, ya'ni m ko'paytmasimiz sloplari teng bo'lishi kerak. M1 M2 ga teng bo'lishi kerak. Shuningdek ekan, keyingi funksiyaning ham slopi y barobar 7x bilan boshlanadi. Qolganini qizig'i yo'q, qo'ymasa ham shu parallel bo'laveradi. Demak, biz to'g'ri javob C javobda to'g'ri bo'lar ekan. 6-misol. A number f, bitta f son 120% ga greater than a positive number g. Bu 120% ga g raqamidan katta ekan. Greater than positive number g. A number f 120% greater than positive number g. G dan 120% katta. A number h is 90% less than the number f. Number bitta h sonimiz 90% ga kam ekan f dan. Number h how many times the number g? Ya'ni h soni g ning necha martasiga teng deb savol beryapti. O'shani aniqlashimiz kerak ekan. Yaxshi, aniqlaymiz. Percentga doir misol, ya'ni foizga doir misol kelyapti. Aniqlaymiz. Birinchi o'rinda yozamiz. F'imiz teng bo'ladi 120% ga g dan katta. 120% katta bo'layotgan bo'lsa, uni g plus yana bitta g ni 120%. 120% 1.2 deb olinadi. 1.2 g ni qo'shamiz. Shunda bu 2.2 g chiqadi. 2.2 g ga teng ekan f'imiz. Tushundik-a? 120% ga katta qilishdi. 2.2 g chiqadi. Keyingisi h'imiz 90% ga kam deyapti. Demak, yozamiz h teng bo'ladi 90% f dan kam. F minus 90% kam f 0.9f bo'ladi. 0.9f da ayirib tashlaymiz. Bu teng bo'ladi 0.1f. 0.1f ga teng ekan. Yaxshi, endi bizdan so'ragan f da h how many times number g. H imiz g ning necha martasiga teng deyilgan. O'shani hisoblashimiz kerak. H deb teng deb yozaman. 0.10 ko'pay 0.1 ko'paygan f o'rniga 2.2 g ni qo'yib yuboraman. 2.2 g ni qo'yib yuboraman. Bu teng bo'ladi h barobar
Bu 0,22 bo'ladi. 0,22 ko'paygan j bo'ladi. Shu holatda biz j ni aniqlashimiz kerak. H taqsim j ni qiymati kerak bizga. Ya'ni h ni j ga nisbatini oladigan bo'lsak, 0,22 chiqar ekan. Bu javob B javobda berilgan. Shunday qilib aniqlab qo'ydik. Yaxshi. Unda 7-chi misol. In a box containing 15 colored pencils, box degani quti degani, contain degani o'z ichiga oladi degani, o'z ichiga oladi, ya'ni tashkil topadi, o'z ichiga oladi. O'z ichiga olar ekan 15 colored pencils, 15 ta rangli qalamlar o'z ichiga olar ekan. 9 tasi blue, ko'k, to'rttasi red qizil, ikkitasi yashil. If one color pencil chosen at random, ya'ni bitta rangli qalam random degani tasodifiy tarzda tanlansa, what is the probability that color pencil is blue? O'sha color, ya'ni rangli qalam blue ko'k bo'lish ehtimolligi qanday deyapti? Probability ehtimollik degani. Bilamiz-a? O'shani topishimiz kerak. Sizlarga bir marta bir darsimizda o'rgatganda probability ehtimollikni bitta formulasi bor edi. Bu target taqsim total. Ya'ni aniq qidirayotgan sonimiz maqsadimizda umumiyga nisbatda olinadi. Bizda qidirayotgan sonimiz nima? Blue, ko'k. Ko'kimiz nechta deyilgan? Ko'k 9 ta degan. 9 ta taqsim total. Umumiyimiz nechta? Umumiy jami 15 ta ular. 15 ta qalam. 9 taqsim 15 chiqar ekan. Bizda qisqartirish imkoniyati bor. 3 ga qisqartiramiz. 3 taqsim 5 bo'ladi. Javoblarni qaraymiz. Javoblarga qisqartirib bermaganiga shuning uchun C javobni olamiz. Lekin agar bunday yopiq savol qilib yozish kiritganda, yozish kerak bo'lganda qisqartirib yozganlaringiz ma'qul. Shunday qilib yozish kerak. 8-chi misol. Grafik berilgan. Nimadir haqida ma'lumot beryapti deyapti. Keling grafikni o'zini tahlil qilib qo'yamiz. Height santimetr. Height degani balandlik degani. Balandlik, nimadirning balandligi haqida ma'lumot beryapti. Balandlik. Hop, keyingisi months, oylar haqida ma'lumot beryapti. Oylar. Pastda nimadirning balandligi va oylar. Demak, oy davomida nimadir o'sgan. Chunki grafik o'suvchi bo'lib turibdi, o'sib borgan o'sha haqida ma'lumot beryapti. Xo'sh, qaramaymiz, muhim emas. Tushunib oldik grafikni. Endi pastdan savolni o'qiymiz. Which of following close to the predicted height? Belgilanadi qaysi biri balandlikka teng, o'sha ko'rsatilgan balandlikka teng, santimetrlarda. Of the sapling o'sha narsa ekan, menimcha o'simlik 5 months after it's planted. U planted, ya'ni ekilgandan degani, ekilgandan 5 oy keyin uni bo'yi qanday bo'lgan deb savol beryapti. Biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joy 5 month. 5 oyda qanday bo'lgan, o'shani topishimiz kerak. Xo'sh, oylar soni pastda, o'shandan tepaga chiqamiz. Xo'sh, 5 oyda bu teng bo'lgan. Mana bu yerda bitta nuqta 160 va 140 oralig'idagi bitta son. 150 bo'lishi mumkin yoki shunga yaqinroq son bo'lishi mumkin. O'shani topamiz. Xo'sh, bizda bor 150 yo'q, 148 bor ekan. C javob to'g'ri javob bo'ladi. Qolgan javoblar o'zi nerealniy jihatdan to'g'ri bo'ladi. Tushunarli bo'lyaptimi, ustozlar, o'quvchilar? Tushunarli bo'lyaptimi? Hozir bir daqiqada davom etamiz.
Yaxshi, davom etamiz. Xo'sh. Aha, ha, ha. Juda yaxshi. Unda davom etamiz. Keyingi misol, 9-misol. Xo'sh. Solutions to which inequality berilgan tengsizliklardan qaysi biriga yechimlar are shown in the shaded region. Yana shaded region kelyapti. Grafikda o'shani topishimiz kerak ekan. Ko'rib turganlaringizda bu -4 dan kichik son, mana bu yerda 1 yo 2 ga yaqin sonlar bor. Xuddi mana shunday ko'rinishda o'tib ketgan grafik topishimiz kerak. Backsolving, albatta. Backsolving. Darsimizni ochamiz. Javob variantlarini kiritishni boshlaymiz. Qaysi javob varianti eng to'g'ri kelar ekan? Y kichik yoki teng 1 minus 1,5 x ga. Yo'q, o'xshamaydi javobga, umuman o'xshamaydi. Javob emas. Teskari chiqqan grafik. Endi shuni plyuslisini ko'raylikchi. Plyuslisini ko'radigan bo'lsak, plyuslisiga o'xshar ekan lekin. Birdan bu yoqdan ham 1 ga yaqin sondan o'tgan. Plyuslisiga o'xshar ekan, ancha yaqin 9. Demak, B javob to'g'ri variant bo'ladi. Qolganlari baribir boshqacha bo'lib ketadi, chunki ishora o'zgargandan ko'rinish ham o'zgaradi. Ko'rinish mana tepadan qaytadi. C javob ham xato, D javob ham xato bo'ladi. Shunday qilib aniqlab qo'ydik. Backsolving o'zi ikkita urinishda chiqib qo'yapti. Yaxshi. Hozir bir daqiqa shunday zaryadga olib olaylik noutbukni. Yaxshi, davom etamiz unda. 10-misol aylanma tenglamasi kelyapti. Which in the given equation in the graph tiqilindi chizildi deyapti. Which of following could be the y coordinate of a point that lies on circle. Mana berilganlardan qaysi biri y o'sha aylanada yotadigan, lies on degani yotadi deganda, yotadigan nuqta bo'la oladi, y koordinata bo'la oladi deyapti. Yaxshi. O'shani topamiz. Buning uchun albatta grafik chizib olishimiz kerak, keyin y koordinatalarga qaraymiz. x minus 5ning kvadrati plus y plus 4ning kvadrati teng 81. Ko'rib turganlaringizda kattagina aylanayim chiqdi. Xo'sh, y koordinata bo'la olish mumkin bo'lgan qiymat. Eng katta qiymat bilan eng kichik qiymat qaraylikda. Eng katta qiymati 5 ekan, eng kichigi -13 ekan. Demak, -13 va 5 oralig'idagi sonlar y qiymat bo'la oladi deymiz. Yotadi bo'lish kerak. Y qiymat bo'la oladi. Xo'sh, -13 va 5 oralig'idagi sonlar qaysi bor bu yerda? -10 bor ekan. Qolganlari katta -13 dan. Kichik deganim. Shuning uchun D javob to'g'ri variant bo'ladi. Shunda 11-savol matnli masala kelyapti. Biz
Expected profit in dollars. Expected profit degan kutilgan foyda. Snacks 10 sells X bags of popcorn. X bags of popcorn. X ta bag degani bag degani sumka, quti degani. X ta quti sotilgan popcorn uchun kutilayotgan foydani mana bu px funksiya ifodalab berar ekan. Px funksiya ifodalab berar ekan foydani. Bu yerda x o'sha sotilgan popcornlar soni. According to this model, bu modelga ko'radigan what is the expected profit in dollars of selling 80 bags of popcorn at this stand. Bu ko'rinishda ya'ni kutilgan foyda qancha bo'ladi? Selling 80 bags of popcorn degani, ya'ni 80 ta quti popcorn sotsak deyapti. X o'rniga 80 qo'yda hisoblanar deganda, bunday bo'lganda shunday tushunishingiz kerak buni. X o'rniga 80 ni qo'yib yuboramiz. 0.4 ko'paygan 80 minus 10 chiqadi. Bu bo'ladi 32 minus 10 22 ga teng. A javobda berilgan ekan. 12 savol. The equation 3x minus 12y is graphed in the xy plane. Grafikda chizildi deyapti. The x-intercept is c0. X-intercept c0 nuqtada ekan. The y-intercept is no k. Bu yerda s va klar konstant ekan. What is the value of s k? Sani k ga nisbatini toping deyapti. 3x minus 12y 30 ga tenglang debdi. Yaxshi, qilamiz. Funksiyani o'zini xush kiritsangiz ham sizga x va y da desmos ko'rsatib bera oladi. X va y interceptlarni 3x minus 12y teng 30. Xo'sh, 0 minus 2,5 bu teng bo'ladi 10 0. X interceptimiz 10 degan, y interceptimiz minus 2,5 ekan, x interceptimiz 10 ekan. Shunda bizda teng bo'ladi bu c0 deganimiz, ya'ni c0'imiz 10 0 ekan. Nol k'imiz, demak 0 minus 2,5 ekan. Ularning nisbatini topishimiz kerak. 10 taqsim minus 2,5 uchun teng chiqadi minus 4. Bu javob A javob. A javobda chiqadi ekan. To'g'ri, shunaqa qilib ishladik. 13-savol. Buni bitta tushuntirib yuboring. Qayerda tushunarsiz bo'ldi 11da? Qarang, mana bu px funksiya o'sha qandaydir x da sotilgan popcorn uchun foyda haqida ma'lumot beradi deb tepada yozib qo'yibdi. Ya'ni x da sotilgan popcornlardan qoladigan foyda. Endi popcorn pulga sotiladi-ku, o'shandan qoladigan foyda. O'sha ma'lumotda aytayapti, agar mana shu holatda ketayotgan bo'lsa, 80 ta bags degan, selling 80 bags of popcorn degan 80 ta popcorn sotishdan foyda qancha deb so'rayapti. Shunchaki x o'rniga 80 qo'yib qo'yishingiz kerak. Chunki bu yerda x 80 ga tengligini tushunib olishingiz kerak-da. Tepada yozib qo'yibdi. X bags of popcorn deyapti. Ya'ni x popcornlar sonini ifodalaydi. Pastda ham yozib selling 80 bags of popcorn deyapti. 80 ta popcorn sotishdan deyapti foyda. Shuning uchun x o'rniga 80 qo'yishingiz kerak edi. Shu narsani tushunib olish kerak. Yaxshi, unda 13-savol. Xo'sh, tenglamali sistemasi berilyapti. In the xy plane, how many points do the graphs in the given equation intersect? How many points degan nechta nuqtada degan. Nechta nuqtada berilgan tenglamalar, nechta nuqtada, how many ko'p ko'rasizlar bu savolda. Nechta nuqtada equations intersect, kesishadi deyapti, kesishadi. Buni topishda zo'r usuli albatta desmos. Shuni olasiz, chizasiz, topasiz. Y'ga barobar 5x plus 1 y barobar 15x minus 9. Parallel bo'lib qolar ekan, bular adashmasam parallel, tepaga chiqsa ham pastga chiqsa ham parallel. Parallel degani parallel chiziqlar hech qachon kesishmaydi, shuning uchun 0 ta bo'ladi. Parallel bo'lar ekan. To'g'ri. Ya'ni 0 ta D javobda berilgan. Keyingisi. The function f is defined by the equation. Bitta funksiya f ifodalanadi deb kvadrat funksiyani berishdi. For what value of x does fx reach its maximum? X ning qanday qiymatida u funksiya o'zining maksimum qiymatiga erishadi deyapti. Yaxshi. Zo'r savol. Kvadrat function mavzusida yaxshigina o'rganganmiz. Sizlardan kvadrat funksiya kelib, maksimum yoki minimum qiymat haqida gap ketganda nimaga murojaat qilamiz dedik? Nimadan foydalanamiz?
Birdan nimaga murojaat qilishimiz kerak? Bitta yozib olaylikchi, biladiganlar. Yozib olaylikchi. Nimaga murojaat qilamiz? Vertex. To'g'ri, xuddi o'sha. Ya'ni vertexga murojaat qilamiz parabola uchun. Chunki maksimum qiymat ham, minimum qiymat ham vertexda joylashadi. Juda yaxshi. Vertexda joylashadi. Maksimum qiymat ham, minimum qiymat ham. Bu holatda maksimum qiymat joylashadi, chunki funksiyamiz boshi mana bu -4 a 0 dan kichkina. Chunki funksiya grafigi parabola shoxlari pastga qaraydi. Bu kamayuvchi funksiya, shuning uchun maksimum qiymat joylashadi. Shundan bu safar maksimum qiymatni o'zini so'ramayapti, uni x koordinatasini so'rayapti. Savolga yetib olmang. For what value of x does deyapti. Bu x ning qanday qiymatidir degan reach its maximum. Reach degani erishmoq. Erishmoq. Qiladigan ishimiz oddiy, anchagina tez qilib qo'yamiz. Dastimizga kiritamiz misolni. Xo'sh, fx barobar -4x kvadrat -24x -35. Parabola uchiga qaraydigan bo'lsak, bu -3 u 1 nuqtada joylashgan. -3 u 1 nuqtada joylashar ekan. Demak, bizda o'zi buni maksimum qiymati 1 deb olinadi. X ta qiymati -3. -3 ekan. X -3 qiymatida bu shunga erishyapti ekan. Bu safar x qiymatini so'rayapti. Agar sizdan bu yerda o'zini maksimum qiymatini necha deb so'raganda, siz birdan y koordinatani 1 da olishingiz kerak edi. Shuni yoddan chiqarmang, bo'ldi, qolgani tushunarli. Xo'sh, keyingisi 15-misol. Which of following expression is equivalent to the given expression? Ya'ni expression ifodalar haqida misol kelyapti. Javoblarni soddalashtirib berib qo'yibdi, shunchaki topib qo'yish kerak. Qaysi javob bo'ladi deb o'ylaysizlar? Yechib ko'raylik, yaxshisi. Agar umumiy mahraj beramiz tepaga 25sr kvadrat minus 25s taqsim r bo'ladi. Tepadan 25s ni umumiy qarashdan tashqariga chiqarsak bo'lar ekan, r kvadrat minus 1 taqsim r bo'ladi. Xo'sh, mana shunaqa ko'rinishda menimcha bundan ortiq soddalashtirishmagan, B javobda berilgan. B javobda berilgan ekan. B javobda berilibdi, yaxshi. To'g'ri, hamma video topgandan to'g'ri. Endi 16-misol. The quadratic function h is graphed in the xy plane. Quadratic funksiya h xy planda chizilibdi. Y barobar hx. The vertex of the graph is -8. Grafikning vertexi, ya'ni funksiyaning vertexi o'sha parabola uchun -8 nuqtada ekan. One of its x-intercept is -13.4 nuqtada deyapti. Yana bitta uni bitta bir x-intercept, ya'ni x o'qini kesgan nuqtasi -13.4 nuqtada ekan. If other x-intercept is x va y da bo'lsa, what is the value of x? X'ning qiymatini toping deyapti. E'tibor bilan qarab turamiz. Bu misolni algebra usulida yechib ko'rsatishga harakat qilaman. Vertex formini, albatta vertex formidan foydalanamiz. O'sha narsani aytishlaringiz kerak edi. Endi shu narsani so'ramoqchi bo'lib turdim. Qanaqa yondashamiz deganda birdan vertex formiga murojaat qilish kerak. Chunki bizda vertex bor, bitta nuqta bor. Sizda ikkita nuqta bor. Ikkita nuqta bilan siz o'ylamang, kvadrat funksiyani aniqlay olmaysiz Desmosda tabelga qo'yib. Ikkita nuqta bilan chiziqli funksiyani aniqlash mumkin. Siz bu yerda vertex formidan foydalanishingiz kerak. Chunki bittasi vertexnikini bergan. Xo'sh, vertex form bo'yicha teramiz. Vertex form bitta yodlab esga olib ketaylik. Y barobar a ko'paygan x minus h ning kvadrati plus k degani, k degani. Endi bizani vertex bo'yicha buni teramiz, yozamiz. Y barobar a ko'paygan x plus 1 ning kvadrati minus 8. Xo'sh, terdik. Keyin bitta aytayapti, x intercepti -13 taqsim 4 0 nuqtada ekan. Demak, bu x o'rniga -13 taqsim 4 qo'yganimizda 0 chiqarish kerak. 0 teng deymiz. A ko'paygan x o'rniga -13 taqsim 4 qo'yib yozaman. Plus 1 ning kvadrati -8. Hisob-kitob amallarni bajaramiz. 8 o'taraq plus o'tadi. 8 teng a ko'paygan -3. Shu tenglamani o'zini ichib o'tirmaydi, dastimizgacha turib olay. Shunchalik maydalab o'tirish shartmi? 0 teng deyman. Qanday x ko'paygan -13 taqsim 4 plus 1 ning kvadrati -8. Shunda x ning qiymati 1,58 nechada chiqyapti? 1,58. Buni 10 kasrga aylantirish o'z iloji bormikan? 6321 taqsim 4 ming chiqib ketar ekan. -1 -8.
minus x ko'paygan, to'g'ri yozdimmi? 128 taqsim 81 shunaqa chiqar ekan. 128 taqsim 81mi? Javobini aytayotganlaringiz yo'qmi? Aniq qiymatimi bu? 5 taqsim 4. Aniq qiymatimi bo'ldi, juda yaxshi. Aniq qiymat bo'layotgan bo'lsa yaxshi. Shuni hisoblashga vaqt sarflamang. Aniq qiymati 128 taqsim 81 chiqar ekan bu tenglamada. Xo'sh, yaxshi, aniq qiymatini aniqlab oldik. Yana aniq qiymatini o'rniga qo'yib, funksiyani bitta yozamiz. Aniq qiymati 128 taqsim 81 ko'paygan x minus h'imiz x plus 1 ning kvadrati minus 8 chiqdi. Shu holatda aytyapti, if other x-intercept is x va y nuqtada bo'lgan bo'lsa, what is value of x? X ning qiymatini toping deyapti. Yana bitta x-intercept topish kerak. Bu x-intercept topish uchun y ga 0 qo'yversangiz yetarli, algebra usulida. Lekin biz bu funksiyani shunday olamizda, desmosga kiritamiz. Desmos bizga yaqqol chiqarib beradi. X-interceptlar qaydaligini. Y barobar 128 taqsim 81 ko'paygan x plus 1 ning kvadrati minus 8. Ko'rib turganlaringizda minus 3,25 ta bittasi bor, ya'ni minus 13 taqsim 4 ta. Yana bittasi minus 1,25 ta chiqar ekan. 1,25 degan nuqta. Eng javob variantlaridan qaysi biri 1,25 ga teng ekan? X koordinatani topishimiz kerak. 1,25 topishimiz kerak. Xo'sh, 5 taqsim 4 mi deyman, 5 taqsim 4 hisoblaydigan bo'lsak 1,25. Bu D javob to'g'ri bo'lar ekan. Shunaqa qilib aniqlab qo'ydik. Oxiriga hisob kitobim chaqilmadi. Funksiyani aniqlab bo'lgandan keyin grafik bilan ishlab ketaveramiz. 16-misol. Yaxshi. Tushunarli bo'ldimi? Hammaga tushunarli bo'ldimi? Vertex form bilan ishlash ancha o'rganib qoldilaringiz, Vertex form nimaligini. Tushunarli bo'lgan bo'lsa juda yaxshi. Bundan keyin bunaqa turdagi masalalar kelganda, misollar kelganda bemalol yechib ketaverasizlar. Juda yaxshi. Unda davom etamiz. 17-misol. The solutions to the equation, solutions degan yechimlar, mana bu tenglama x kvadrat plus 12x 31 tenglamaga yechimlar r va s ekan. R va s deb olyapti. R s dan kichkina, r kichik ekan. The solutions to the equation x kvadrat plus 8x teng 0 ga tenglamaga yechimlar t va u ekan. T u dan kichkina deb olyapti. The solution to the equation yana bitta 3-chi kvadrat tenglama beryapti. Uning yechimlari bitta c degan noma'lum bor ekan, unda c konstanti r plus t va s plus u ekan uni ildizlari. What is the value of c? C ning qiymatini toping deyapti. Yaxshi, c ning qiymatini topishimiz kerak. Algebrik usulda qaraganda anchagina hisob kitob turibdi. Menimcha buni hamma his qildi. Yechib ko'rganlar bo'lsa, o'z javobni ham topgandi. Algebrik usulda ikkita ildizni aniqlaysiz, uni r va s deb olasiz. Keyingisini mana bu ikkinchi tenglamani ham yechasiz. Ikkita ildizni aniqlaysiz, t va u deb olasiz. Keyin ularni yig'indisini qo'shib, formulaga terib, yana ochib chiqib bu funksiyaga keltiradigan bo'lsangiz, shunda c ning qiymati sizga ko'rinib qoladi. Keling, mana shunga Desmos ishlatamiz. Desmosda ichidan chiqqan qiymatlarni olib ketaveramiz. Mayli, qiymat taqribiy bo'lsa ham, o'z ko'rinishda olib ketaversangiz, Desmos to'g'ri hisoblab ketaveradi. O'z ko'rinishda olib ketaverasiz. Algebrik usuldan qochamiz, anchagina vaqt tejash maqsadida. Lekin Desmosda hal qilamiz bu misolni. Unda birinchi tenglamani ildizlaridan topishni boshlaymiz. X kvadrat plus 12x plus 31 teng 0 ga. Ikkita ildiz chiqdi. Bitta ildiz minus 2,12/702. Bittasi minus 9,8/702. Minus 9,8 shunaqa oson chiqqan ekan. Va buni ildizlari r va s deb oling deyapti. R s dan kichkina, r kichkinasi ekan. Demak, kiritib qo'yaman men. R teng deyman, men minus 9,8 ni kiritaman. S teng deyman, minus 2,2 ni kiritaman. Grafikka e'tibor bermang, u qanaqadir aylanib chizib qo'ydi o'zi. 21 bo'lib qoldi. 31 edi. Ha, uzr. Bo'lsa endi ozroq grafiklar o'zgaradi. RVS toplashay. O'sha joyga xato qilib ketmaslik kerak, e'tiborli bo'lish kerak. Ko'chirishda xato bo'lsa, qiymat ham xato chiqaveradi. -8 butun
Endi -8 kichikrog'i, erni kichik -8 butun o'sha sonni olamiz. Qarang, sonni qanday olamiz? Shuni nuqtani ustiga borasiz, x koordinatani belgilaysiz. Ctrl X desangiz, k ni bossangiz copy qiladi notebookda, keyin Ctrl V qilasiz, paste qiladi, joylashtiradi. Keyin pastga yozaman s barobar deymanda, s qiymatini olaman, kattaroq qiymati -3 x koordinatani pastga yozaman. Bo'ldi, yaxshi. Men buni grafikini o'chirib turaman, bizga kerak emas. Pastda yozaman endi. Keyingi tenglamamiz x kvadrat plus 8x minus 4 ildizlarni aniqlaymiz. X kvadrat plus 8x minus 4 teng 0. Ikkita ildizni aniqlaymiz. Xo'sh, qorada chiqdi. Bittasi 0,47, bittasi necha ekan? -8,7 da chiqyapti. Endi bular t va u deb olishimiz kerak. T kichkinasi ekan. T u dan kichkina deb shart bergan masalada. T u dan kichkina deb shart bergan. T ga kichkinasini yozamiz. Pastdan yozaman. Men t teng deyman. Dating deymanda -8 butun o'sha sonni kiritaman. Yana pastdan yozaman. U teng deymanda kattarog'ini kiritaman. Yaxshi. Endi 3-chi ildizlarni hammasini aniqlab oldik. Ildizlarni hammasini aniqlab oldik. The solutions to the equation deyapti. Mana bu tenglamaga yechim r plus t va s plus u ga teng bo'ladigan bo'lsa, c ning qiymatini toping deganda. Qaysi uslubda kiritib bersam ekan buni? Yaxshi bo'lchilarni. Erase qilaylik. Qarang. Bitta ildizimiz r plus t ga teng, bitta ildizimiz s plus u ga teng. Ikkalasi ham mana bu tenglamaga tegishli-ku, x kvadrat plus 22 plus c degan tenglamaga tegishli. Witt tenglamasi bo'yicha bilsalaringiz, x1 ko'paygan x2 ildizlar ko'paytmasi mana bu c ga teng, ya'ni biz qidirayotgan songa teng. Bizda esa ildizlar ma'lum, r va t'larning qiymati ma'lum. R va t'larning qiymati ma'lum. O'shani topamiz, bo'ldi. x1 ko'paygan x1 da x2 ga ko'paytiramiz. x bilamiz r plus t ga teng. N plus t'ning qiymatini qavshiga yozaman. N plus t'ning qiymatini ko'paytiraman. Bizga kerak s plus u ga. Ko'paytiraman. 54,999 shunaqa qilsam 55 chiqdi. 55 chiqdi. Demak bu 55 deb olaman. Ko'rdingizlarmi? Tushunarli bo'ldimi? Mana shunaqa hisob-kitob amal qilib birdan chiqarib olsa bo'ladi. To'g'ri, mana shunaqa yechganlar to'g'ri. Dasmus o'zini ishlatib, shunaqa uzun misolga ham yechim topib qo'ydik. Men sizlarga buni linkini yuborib qo'ysam, menimcha to'g'ri bo'ladi. 17-misolda linkini olmayapti. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Qanaqa uslublarda ishlaganimiz? Uslub emas, o'zi prosta hisob-kitob amallari. Ildizni olyapmiz, qo'shyapmiz, ayryapmiz, shu ishni qilib ketaveramiz. Menimcha algebra usulda ko'ra ancha vaqt tejaydi. To'g'ri, kiritishga vaqt ketadi, lekin algebra usuldan ko'ra ancha vaqt tejaydi. Algebra usulda hechkanlar ham bormidi? 7-misol yechimi. O'zi algebrada hechkan. Yana yaxshi. Muammo olgan oldi. Shunaqa yechib qo'ydik. Ildizlar bilan ishlab. Unda 18-misol. Xo'sh, ko'rib turganlaringizda ozroq qaray ekan. Menimcha bu autentik materiallardan olingan test, ya'ni haqiqiy imtihonda testga tushgan testlar. Xo'sh, tenglama berilgan, aynan tenglamasi faqat standart ko'rinishda berilmagan, bitta n degan noma'lum bor ekan. Xo'sh, o'sha gapda aytyapti, tenglamada ham circle a ni ifodalaydi, deyapti, a aylanani. Bu yerda n konstant ifodalab. Bitta nuqta. Point 507 lies on circle B. 507 degan nuqta circle B da B aylanida yotar ekan. Which has the same center. Qaysiki bir xil markazi bo'lgan. Same degani bir xil degani. Bir xil center markaz bilasizlar. But twice diameter as circle A. Circle A nikidan diametri 2 marta katta deyapti. Twice degani 2 marta katta degani. A aylananikidan diametri 2 marta katta.
What's the value of n? N qiymatini toping deyapti. Yaxshi. N qiymatini topishimiz kerak. Bunga qanaqa yechim o'ylab topsak bo'ladi? Haligi usuldan qochish uchun. Unda ismimizga kiritamizmi? M 3/5 aylana nuqtasi 5/7. Shunaqa qilsak ham bo'ladi lekin. Radiusni topib, keyin oxirida formulaga tenglab olamiz, a? Baribir algebra usul ishlaykanda to'liq desmosni hal qilib qo'yishda iloji bormikan? Yaxshi unda. E'tibor bilan qarab turamiz. Bitta yangi varaq qilib olishim ham kerak edi o'zi buni. Xolos. Bir daqiqa. 5-test. Daqiqa shuni tayyorlab olaydi. Pastdagi narsani ko'raman. Hamma ko'rindimi misol? Hamma ko'rindimi? Misolimiz yaxshi ko'rindi adashmasam. Yaxshi. Mana bu tinglamamiz, aylanib tinglamamiz. Nostanda ko'rinishda berilganda buni biz aylanib tinglamasga keltirish uchun bundan kvadrat yig'ishimiz kerak. Keling, o'shani ko'rsataman uslubini qanday yig'ilishini. X kvadrat plus y kvadrat minus y kvadrat minus 6x minus 10y minus 4n degan bitta n degan noma'lum ham borda. O'shani teng 0 ga. Aylanib tinglamasi qanaqa edi? Aylanib tinglamasiga keltirishimiz kerak buni. X minus a ning kvadrati plus y minus b ning kvadrati teng bo'lishi kerak qandaydir r ning kvadratiga. O'sha holatga kelish kerak. Mana shu holatga keltiradigan qilib yig'ishga urinib ko'ramiz buni. X kvadrat minus 10 minus 6x minus 6x plus mana shunday bitta son qo'shishimiz kerak. Ya'ni bu x minus nimadir kvadratini berish kerak. Xo'sh, buni 6 ni 2 bo'lsa 3, 3 kvadrat 9, 9 qo'shamiz. Plus y kvadrat minus 10y. Bunga necha qo'shamiz? 10 ni 2 bo'lsa 5 plus 25, 25 qo'shamiz. Xo'sh, teng bo'ladi. To'g'ri bu tarafga o'tkazaman. Keyin ikkita qo'shgan sonimizda ikkita necha qo'shgan bo'lsak 9 bilan 25 qo'shsak bu tarafga ham qo'shib qo'yamiz. 9 ga 25 qo'shsak 34 qo'shib qo'yamiz. Endi mana bu qism e'tibor bilan qaraydigan bo'lsalaringiz x kvadrat minus 6x plus 9 nimani kvadratini beradi deb o'ylaysizlar? Mana bu y kvadrat minus 10y plus 25 nimani kvadratini beradi? Pastda yozaman. X minus 3 ning kvadrati plus y minus 5 ning kvadrati teng bo'ladi 4n plus 34. Mana shu holatga keldi. Ya'ni mana bu bilan bir xil ko'rinishga keldi. Tinglamalar. Tinglama. Aynan tinglamasi. Yaxshi. Bir xil ko'rinishga keldi. Yaxshi. Aynan tinglamasi bir xil ko'rinishga keldi. Xo'sh, endi aytgan bizda bitta circle B da mana shu bilan sentri bir xil, lekin diametri katta 2 marotaba katta degan o'sha B aylanayotgan ekan.
Birinchi o'rinda buni sentrni aniqlab olaylik unda. Markazi bo'ladi 3,5 nuqtada, radiusi bo'ladi 4n plus 34 da. Ildiz ostida 4n plus 34 da. Xo'sh, B aylana uchun aylana tenglamasini tuzamiz endi. Markazi 3,5 da, radiusi bundan 4 marta katta bo'lishi kerak. Markazi 3,5 da bo'layotgan bo'lsa, x minus 3 ning kvadrati plus y minus 5 ning kvadrati deb aylana tenglamasi tuziladi. Faqatgina radiusni 4 ga ko'paytiramiz. Chunki diametr 2 marta katta bo'layotgan bo'lsa, radius 4 marta katta bo'ladi. Ham formulada shunday yoziladi. D 2 marta radius 4 marta katta bo'ladi. 4 marta katta bo'ladi. Ham bu formulada kvadrat ko'tarib yozish kerak. 4n plus 34 deb yozaman. Ildiz ostida 4n plus 34. B aylana uchun shu. Va u 5,7 nuqta o'shanda yotadi. Ya'ni B aylanada yotadi. 5,7 nuqta B aylanada yotadi. Demak, x o'rniga 5, y o'rniga 7 qo'yganimizda bu holat bajarilishi kerak. 5,7 nuqta bu B aylanada yotadi degan. X o'rniga 5 qo'yamiz, minus 3 ning kvadrati plus y o'rniga 7 qo'yamiz, minus 5 ning kvadrati teng bo'ladi 4 ko'paygan ildiz ostida 4n plus 34. 5 dan 3 tarasak 2 ning kvadrati 4 plus 7 dan 5 tarasak 2 ning kvadrati 4 teng, demak 4 ko'paygan 4n plus 34. 8 teng bo'ladi. Birdan 4 ni bu tarafga bo'lib o'qib o'tkazib olaman. 2 teng bo'ladi ildiz ostida 4n plus 34 ga. 4n plus 34 ga teng bo'ladi. Ildiz yo'q bo'ladimi? Haqiqatdan ildiz yo'q ustoz. Ha, men bu aytgancha bu kvadratga ko'taramiz-ku buni. Yana nima ildiz yozib ketdim men buni. Ildiz yo'q. Buni qavsga olib qo'yay. 4n plus 34. Radiusning kvadrati edi-ku formulada. Formulada yozdim, radius kvadrati deb yozdim-ku. Endi to'g'rilab qo'yaylik-da mana 4n plus 34. Pauz bo'layin. 4n plus 34 teng 2 ga teng bo'ladi. 4n teng bo'ladi. Minus 32 ga n teng bo'ladi minus 8 ga. Demak, n ning qiymati minus 8 chiqar ekan. Biz qidirayotgan nuqta minus 8 qiymat chiqar ekan. Bizga to'g'ri javob minus 8 bu misol. Xullas, shunaqa uslubda aniqlab qo'ydik. Men sizlarga buni yechimini alohida qilib yuborib qo'yaman. Farqlab minus 8 to'g'ri, shunaqa usulda yechadi. Hozir shunaqa misollar ham kelib turadi. Endi ayrim holatda desimiz kifoya qilmaydigan misollar kelib turadi. Hard leveldagilar misol. Nega ildiz yo'q? Mana bu bor-ku, formula yozganda radiusni kvadratini yozish kerak edi. Men radiusni ildiz ostida 4n taqsim 34 deb oldimda, bu yoqqa yana ildiz ostida yozib ketgan ekanman. Mana kvadratini yozishim kerak. Shuning uchun ildiz yo'qolyapti. Ildiz 4n taqsim 34 ni kvadratga ko'tarishim kerak. Yaxshi. Unda 19-misol nima deyapti ekan bu? Masalan, the quadrat function g models the depth in meters below the surface of water. Bitta kvadrat funksiya g chuqurlik haqida ma'lumot berar ekan. Below surface of water degani suvning tagiga. Bitta Weddell seal bu hayvon turi 10 minutes after the seal enters the water during a dive. Dive degan sho'ng'ish davomida seal o'sha hayvon turi suvning ichiga kirib ketar ekan. Xo'sh, surface degani suv yuzasi. Suv yuzasi emas, yuza deganda hozir water surface suv yuzasi bo'lyapti. T minus vaqtni ifodalaydigan joy bor ekan. T minutdan keyin suvga ichiga kirib qancha depth degan chuqurlikka erishgani haqida ma'lumot beradigan bitta kvadrat funksiya bor ekan. Kvadrat funksiya e'tiborli bo'linglar. Xo'sh. So function estimates that the seal reached its maximum depth is 396.8 metr 8 minutes after it entered. O'sha funksiya ifodalayapti. U 8 minutdan keyin 396.8 metr chuqurlikka kirib o'zini maksimum chuqurlikka kirgan, ya'ni maksimum nuqtasiga erishgan. And then reaches the surface water after 16 minutes after it enters the water. U 16 minut o'tgandan so'ng yana suv yuzasiga qaytib chiqibdi. Undan keyin suv yuzasiga qaytib chiqibdi. Xo'sh, keyin savolda aytyapti, based on this function, bu funksiyaga ko'ra, what is the estimate depth the nearest meter, metrlarda of seal 11 minutes after enters the water. 11 minut o'sha suvga kirgandan 11 minut o'tgandan so'ng
Anavini topib bering deyapti. Kelgan chuqurligini topib bering deyapti. Yaxshi, topamiz. Qarang. Bu kvadrat funksiya deyilgan. Bizning o'zim anavga suvga kirgani haqida aloqasi yo'q. Просто masalada berilgan. Kvadrat funksiya haqida gap ketyapti. Kvadrat funksiya o'shani chuqurligini qancha kirganini ifodalaydi. Va uni maksimum depsiga, ya'ni maksimum eng chuqurligiga 8 minutda kirgan 396,8 degan. Bu o'sha boya biz o'rgangan vertex degan narsani bildiradi. 8 minutda minus 396,8 degan nuqtani vertexda beryapti bu. Men buni mana bu yerga yozaman. 8 u 396,8 degan nuqtani vertexda olishimiz kerak. Vertex. Endi shu bo'yicha vertex formada yozib olaman. Vertex formada yozib olaman. Y barobar a ko'paygan x minus h ning ko'paytmasi. Buni ham bu yoqqa olishim kerak ekanda. Bir daqiqa kutib turinglar. Shunday misolda alohida ekranga listga olib olaylik. Tak. Ko'rindi, adashmasam. Ko'rindimi? Yaxshi. Ko'rindi. Yaxshi. Demak bizda maksimum chuqurlik bor. Maksimum chuqurligimiz demak 8 minutda 396,8 396,8 deb olamiz. Yaxshi. Endi buni maksimum bu maksimum chuqurlik bizlar uchun vertex bo'ladi, chunki funksiyani maksimum qiymati har doim vertexda bo'ladi. Endi vertex form bo'yicha buni terib olamiz. Vertex formni bitta yozib olaman. A ko'paygan x minus h ning kvadrati plus k. Mana shu bo'yicha yozishim kerak. Y barobar a ko'paygan x minus h'imiz teng bo'ladi 8 ga x minus 8 ning kvadrati plus k'imiz 396,8 ga teng. 396,8 ga teng. Yaxshi. Keyin biz aytgan, keyin o'sha kirib bo'lganidan keyin reaches the surface, yana o'shanga yuzaga yetib bordi. The water 16 minutes after entered the water. Umuman olganda, u o'zi suvga kirib ketgandan keyin 16 minutdan keyin yana qaytib chiqibdi. Xo'sh, bu degani 16 yu 0 degani. 16 dan keyin yana o'zi anovga erishyapti u nimaga yuzaga suv yuzasiga erishyapti. U holatda chuqurlik 0 bo'ladi. 16 yu 0 nuqta deganini olish kerak. Xuddi funksiyani 16 yu 0 nuqtasida bo'lsa ham bo'ladi. Bu qandaydir bitta x interceptda. Yozib olaman. 16 ni qo'yib 0 chiqarib x o'rniga 16 qo'yib olamiz. 0 chiqishi kerak. 0 teng deyman. A ko'paygan 16 minus 8 ning kvadrati plus 396,8 396,8. Hisoblaydigan bo'lsak, buni 0 teng 8 kvadrat 64 a minus plus 396,8 64 a ni topadigan bo'lsak minus 396,8 a ni topadigan bo'lsak minus chiqadi. 396,8 ni 64 ga bo'lamiz. 396,8 taqsim 64. 6,2. Minusdan 6,2 chiqar ekan. Yaxshi. Minus 6,2 chiqdi. Endi funksiyani bitta yozib olaman. Keling shuni gt deb olay. T bu yerda vaqtda beriladi deb aytgandik-ku funksiyada. Shuning uchun masalada masalan ko'rinishini oslaydi deyapman. Minus 6,2 ko'paygan x o'rniga t qo'yamiz. T minus 8 ning kvadrati plus
396,8. Mana shu biz qidirayotgan funksiyani asosiy ko'rinishi bo'ldi. Vertex form bo'yicha yozilgan ko'rinishi bo'ldi. Qanaqa hojat qilsak bo'lagan. Mana shu funksiya xolos. Mana shu funksiya. Xo'sh, endi bu yog'iga mana shu funksiya bilan ishlaymiz. Xo'sh, bizga aytgan 11 minutdan keyin u suvga kirgandan keyin chuqurlik qanday bo'ladi? O'shani topib bering deyapti. Bu degani J11 ni hisoblab bering degani. T o'rniga 11 qo'yib bering degani. Topamiz. Buni mana shuni desmosga ishlatib turib olay. Where is desmos? GT deyman. Minus 6,2 ko'paygan. T minus 8 ning kvadrati plus 396,8. J11 ni toping deyman. 341 chiqar ekan. J11 ni qiymati 341 chiqar ekan. 341 metrga kirib ketar ekan bu. Javobimiz 341 metr chiqadi. Shunday chiqarganlar to'g'ri, yechilish usuli ham shunday bo'ladi. Buni ham alohida yechim xususiyaga borib qo'yaman. Yaxshi. Shunaqa ko'rinishdagi masalalar, bunaqa ko'rinishdagi masalalarni kelib turadi algebra usulida. Hali ko'p o'rganamiz bunaqa ko'rinishdagi misol. Shuni bir ko'rishda o'zi aniqlaydigan bo'lib qolasiz. Qaysi vertex haqida gap ketyapti, qaysi maksimum minimum chuqurlik haqida gap ketyapti. 20-misol. The function VH models value qandaydir qiymatni ifodalar ekan in dollarda of a commercial oven after he hours of operation. Commercial oven degani tijoratga qo'yilgan oven, duxovka deydi-ku buni. Mikrovalnovkami, shunaqa narsada bu. O'sha pishiradigan narsa, oven bildigan. Each hours of operation, operatsiya deyapti, each soat ishlagandan keyin uni qiymatini bildirar ekan, ya'ni qiymat pasayib boraveradi. The value of oven decreases each day by p-foiz of its value the preceding day. U har ishlagandan so'ng har kuni uning qiymati p-foizga decrease bo'lar ekan deyapti. Decrease kamayar ekan. Preceding day avvalgi kundan deyapti. Demak, har kuni kamaygan va bu exponential function. Avvalgi kundan. What's value of p? P ning qiymatini topib bering deyapti. Qanchalik kamayishini topib bering deyapti. H soat. Yaxshi, qarang, birinchi o'rinda funksiyani tahlil qilib beray sizlarga. V barobar h barobar 8600 ko'paygan 0,71 darajada h taqsim 24. Bunaqa ko'rinishdagi funksiyalarni ko'p ko'rasizlar. Bular exponential functions deb atalishadi. Ya'ni ko'rsatkichli funksiyalar. Ko'rsatkich funksiya shunaqa ko'rinishda tuziladi. Aynan masalalarda kelganda shunday deb qaraysizlar. Xo'sh, birinchi o'rinda boshlang'ich kelayotgan qiymat, mana bu qiymat initial value deb ataladi. Boshlang'ich qiymat degani bu. Inglizchasi initial value, boshlang'ich qiymat. Nimaning bo'lsa ham, masalan, tatbiqiga qarab boshlang'ich qiymatini bildiradi. Hozir bizning masalamizda demak bu o'sha duxovkaning, mikrovolnovkaning boshlang'ich narxi, demak $8600 bo'lgan. Eng boshida. Darajada kelayotgan son soat, vaqtni ifodalaydi. Hozir bizda h'imiz soatlarda berilgan, 24 soat o'tsa 24 ga bo'ladi, 1 kun o'tgan hisoblanadi. Va mana bu yerda bizga kelayotgan son bu inglizchasi gross factor deyiladi yo decay factor deyiladi. Ya'ni o'sish ko'rsatkichi, kamayish ko'rsatkichi. O'sish ko'rsatkichi deb yozib qo'y. Ko'rsatkichi bo'ladi. O'sish ko'rsatkich. Va mana shu songa bog'liq uni funksiyani o'sish va kamayishi. Demak, bu agar bu sonni qandaydir nima deb olamiz? A deb olaylik. Agar A 0 dan kichik bo'layotgan bo'lsa, 0 dan katta bo'layotgan bo'lsa, funksiya o'sadi. Va bu growth factor deb ataladi, ya'ni o'sish ko'rsatkichi deb ataladi. Funksiya o'sadi, chunki 0 dan katta bo'layotgan bo'lsa, 0 dan emas, 1 dan deganim. Daraja-ku bu. 1 dan katta bo'layotgan bo'lsa va bu agar funksiya 0 dan kichik bo'layotgan bo'lsa, kamayadi funksiya. Hozir bizga aytgan o'sha duxovkaning narxi p-foizga kamayadi har doim, chunki 0,71 bo'lib turibdi. O'sha qanchaga kamayish foizini ifodalab bering degan. Funksiyaning qolgan joyi muhim emas, shu joyi bilan ishlaymiz. Qanchaga kamaygan? 100 dan birinchi o'rinda 100 dan emas, 1 dan ayiramiz. Chunki ana qiymat shu. 1 dan 0,71 dan ayiramiz.
0,29 chiqadi. 0,29 o'nlik aslida buni foizda ifodalash uchun 100 ga ko'paytiramiz. 100 ga ko'paytirsak 29% bo'ladi. Bijavob. Bijavobda berilgan 29% kamaygan ekan. Shunaqa qilib hisob-kitob qilib qo'ydik. Yaxshi. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Bugun ko'rgan misollarimiz asosan shulardan iborat edi. Savollar bormi? Misollardan ko'p bera olmay, tahlil qilib bera olmayman, chunki video rekordingni ko'rib olasizlar boshqa joylardan. Tushundikmi hammasiga? Boshqacha savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Qisqa savollarga javob beramiz. Men kech kelganim Vertex degan formula qachon o'tilgandi? Yo, hozir o'tildim. O'tgan dars o'tilgandi Vertex adashmasam. O'tgan darsda aytib ketdimmi? Vertex bu parabola uchi degani, parabola ichi bo'yicha formulamiz bor. Avvalgi darsni bitta ko'ring, o'shanaqa misol bor, o'sha misolda tushuntirilgan joyini ko'rsangiz, o'sha joy aytilgan. Bir kun dars qachon o'tiladi? Shanba yoki yakshanba kuni sizlar vaqtlaringizga qarab o'taveramiz. Shu tush vaqtiga o'tamizmi? Shunday deyishdi-ku. Teacher 6-misolga tushunmadim. Rekordingni ko'rib olasiz. Hammasi tushunadi. Dars uchun rahmat. Dars 6ni ertaga o'tamizmi? Shanba qilaylik. Endi yakshanba kuni bo'lishi ham mumkin. O'zim e'lon beraman. Sizlarga avvalroqdan e'lon berib qo'yaman. Qachon o'tilishini. Lekin ertaga bo'lmay qoladigan taqdirda yakshanba kuni bo'ladi. Bormi yana savollar? Ustoz, juda tez dars o'tyapsiz. Tushunmay qolyapman. Nimaga tez? Misolimiz ham ko'pda, kamroq vaqt ichida ulgurishimiz kerak. Bizning darsimiz o'zi 1 soatga qo'yilganda, standart vaqti 1,5 soat mayli, ko'pi bilan o'tamiz. Rekordingdan ko'ring, qayta mashq qiling, tushunib ketasiz. Darsdan so'ng aytgancha bitta qayta yechishni maslahat beraman sizlarga. Agar buni yecha olmaganlar bo'lsa, men o'rgatgan usullar bo'yicha. Savollar bo'lsa yana guruhda yo meni shaxsiyimga yozsalaringiz ham bo'ladi, javob beraveramiz savollarga. Yaxshi, rekordingni tez orada yuborib qo'yaman. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.